Gapiravering. Oniqokriptozlar haqida gaplashamiz. Nima deyapman, o'zi buncha qiyin so'z. Tirnoqni teri orasiga o'sgani haqida gaplashaylik undan ko'ra. Hazil, bu ikkalasi bitta so'z, ya'ni tirnoqning teri orasiga kirib o'sishi bu oniqokriptoz deyiladi. Bu kasallikka sabab bo'lib juda ko'p omillar bor. Hattoki bunda genetik moyillik ham muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari tor oyoq kiyim yoki umuman olganda noto'g'ri oyoq kiyim kiyish, bundan tashqari noto'g'ri pedikyur qilish, ya'ni tirnoqni noto'g'ri olish ham sabab bo'lishi mumkin. Va shu kundagi oxirgi tekshiruvlar va tajribalar asosida shunday xulosaga kelindiki, hattoki tor, ya'ni oyoq razmerida bo'lmagan paypoqlar ham bu kasallikka olib kelishi mumkin. Ya'ni tirnog'ingizni teri orasiga kirishiga majburlashi mumkin. Tirnoqni teri orasiga kirishini davolash asosan konservativ, ortopedik hamda jarrohlik usullari bilan amalga oshiriladi. Lekin yuqorida aytib o'tgan konservativ va ortopedik muolajalar bizga odatda biz kutgan samarani bermasligi mumkin. Shuning uchun avvalo biz bu kasallikka jarrohlik yo'li bilan yordam ko'rsatamiz va shu kungacha barcha bemorlarimiz bizdan xursand. Va hech qachon unutmangki, bu kasallik qaytalanishi mumkin. Bunga yagona sabab tirnog'ingizni to'xtamasdan o'sishi. Sizlar bilan Ars Dental klinikasi.